Şeyge tunuşlar çok olmagan ekan, göngar qoptu degin. Neçega xizmat izlab bordik, lekin taz ko'ngildagidek xizmatlar yo'q ekan, tan yo'qdan. Ishonchli odam bo'lgandan keyin o'zimizni kundan ishlab qolsin deb şey aytishim ekan. Bular gapga men ishxonadagi butun o'rinlarda muvofiq odam bor. Katib qiz bo'lib ketgandan beri uni odam qo'ymagan. Endi sen akapsa. Shu katib o'rinda ishlab qolsin endi. Ma'qul bo'ldi. Ansirma, ishonchlik. Ma'qul. Qanday? Siz bega odam qila oldimmi? Shuna yaxshi xizmat tushdingizmi? Yaxshilabmi? Sizga rahmat. Yay. Unda olsa akamni hozir ko'rishtirim bo'ldi. Endi o'tchaklar. Ma'qul. Hozir chiqib kiray. Bo'ldi. Yaxshilar, ha? Sizlar parasi yo'qmi? Ha. Muratga aldığın qatımlıq xirida chaqirishi. Voy, yana sen qo'l. Sen bu yerda ish qilsa? Ishlayaptimi? O'g'il do'stim turishtirgan xizmat o'rni. Qachon boshlab bu yerda ishlaydigan bo'lib qolding? Hozirda ma'budum tunishtirdi. Ishlayapti. Qaysi ma'budim? Beni qarab tursan, qo'l nima ishing bor ishlayaptimi? O'g'il do'stim turishtirgan xizmat o'rni ishlayaptimi? Yana shuning ishi edi. Uzancan ümidini üzentmeye geldim digine yana. Ben senden ümidimni uzmayman Mayra. İkimiz almış kaldık mı nima? Ben bu yerda ishlayotgan ne var? Talam mushugin qo'layibdi deganda. Ne var? Bekardan esra ne işlerdin demiş qilishni ko'rib. Senin bundaq pastga tushib ketishingni o'ylab boqmabman Mayra. Qanday bo'ldi? Yaxshimi? Sana deb qo'y Mayra. Sana yana bir qatim deb qo'y. Tonamsa? Ha? Tanıyman? Ben senden ekran tanıyman. Koptu. Murat'la mağdur. Budaqatim yüz vereyim. Bundan keyin Mayra'ya gapirganda adabroq bo'lasiz. Tamam. Tushundingmi? Bosh bo'lsa. Sen bilan aldırmay ko'rish olmay Mayra. Yo'q, mana ya. Yo'q, odatda do'stimdek bugun o'zicha qaynab qoldi. Qo'rqmas. Ümit. Bu Muratjon aka mushning orasida bor to'xtam deganda bir mush to'xtam turdi. Siz bilasizmi qaysini oldi? Mushning bor endi yo aniq so'rayapti ekanman. Bunda qilgan o'zim ko'rib qo'yman. Bunda mushning bor deganda Allah'ım bir şey mi? Qo'l qilgan ekan. Öyle ko'rgan bo'ldi. Sulyar, bugün sana zaten nima ish bo'ldi? Yo'q. Diqqat qilmabdimi?
Bayatından beri sana cık dikkat kıldım. Sen zaten normal emas. Ko'nglingda bir ishni yushirayotgandeklar. Adaqishdi aka. Bu gapni so'rab qoldim. Bugun ishxonamga yangidan kelgan qiz asli mening qiz do'stimdi. Qaysi Mayrama? Ha. Bayamni yap ishxonaga kirgandan yoqi shu qizlar bilan urushib qoldim. Ha. Birdamdiki neliq umitiga inonvaga. Ha. Shundoq sistemdagidek gaplarni qilib yuradi. Sulyar, hozir bir qiz bolaga mushunchalik qilib ketishga arzimda. Jonni yaxshi qiz bola degan samandek. Xo'sh, shu aka, lekin Bo'ldi. Chiqishlarni o'ylamay. Kechda yaxshi bir uxlab olsanglar o'ngishilib ketsa. ma'qul aka. Kino ko'ryapsiz? Koreyaning kinosi. Romantik tez emasmi? Bu yerdan chiqib turgan to'xmoq. Uning ustiga ma'murroq cho'lpan chiqib. Arzu. Ümitning qiz do'stligini bilamsiz? Ümitning qiz do'sti bormi-ki? Necha kun avval Mayra ismli bir qizni shirkatga boshlab ketdi ekan. Ishga o'rlashtirib qo'ysangiz deb. Shirkatdagi katibning o'rni bekat emasmi? Shu qizning o'rniga katiblik qilib qoldim. Yaxshi bo'pti-unda bo'lsa? Ishlar yaxshi bo'ldi. Lekin Ümitning deyishicha, u qiz mening odatdagi do'stim degandi. Men qarsam, ishlar unda oddiy emasdek. Qandoq deysiz? Ümitning ishxonada u qizga bu mug'ur qiliqlarni qilganini ko'rib qoldim. Meningcha siz Ümit bilan yaxshiroq bir paranglashib baqsangiz bo'g'dak. Bo'ldi. Vaqt chiqarib yaxshiroq paranglashib baqsam bo'g'dak. Sizdan o qiz qandaqroqki? O qizga xili yaxshi qizdek qildi. Lekin gap bizning Ümitda. 4 kun o qizni, 5 kun bu qizni ahmoq qilib shursa, ertugün o'ziga bir ish deb bo'larmikin deb men shuni dilansirayman. Demisimi o Ümitning zadil tutami yo'q. Bu qizni ahmoq qilib qo'ymizlar mayli to'g'ri. Qizning ismi nima dedingiz? Mayra. Agar bu qiz siz degandek yaxshi bo'ldigan ish bo'lsa, 2 daqiqa alishib qolgan bo'lsin mayli. Ha, men shu Ümitda. Undaq bo'lsa men vaqt chiqarib Ümit bilan bir paranglashib baqay. O'zi nima deydi ekan qani? Ko'p baqmamdiq. Andan keyin Mayra bilan paranglashib baqsam bo'lamdi qandoq? Bo'lsin. Yaxshimisiz? Siz Mayra bilamsiz? Ha, men Mayra, bir ishingiz bormi? Men Muratning ayoli. Ha, yaxshimisiz? Qani choy ishga o'tirib. Choycham. O'ltirib paranglashaylik. Undaq bo'lsa men bu gapni aytib o'ltamay. Ümit bilan ishqonlarning zot qandoq munosabat bor? Xato tushunib qolgan o'xshaysiz. Men faqat Ümit bilan odatdagi do'st. Odatdagi do'st. Ha, odatdagi do'st. Undaqda ishqonlar qandoq tanishgan? O shirkatga kelishda biror maqsadingiz bormi qandoq? Xato tushunib qolgan o'xshaysiz. Mening shu dadam og'ir kasal tortib qolgan tufayli mening shu chiqroq pul deb dadamga sepirib to'liq salomat qilish orzuyimlar bor. Shunga men bir qiz bo'lganda bu yerda ishlab jabha tortib qoldim. Shunga yurtga qaytish yo'lida Ümit bilan tanishib qolib, Ümitga men shu ahvolimni degandim. Lekin Ümit menga xizmat deb berganlik aytgan edi. Shunga bu shirkatga ishlab qoldim. Boshqa munosabat yo'q. Demisimi bir qizlarga nisbatan cho'ng shaharda jon boqmoq oson emas. Qarasam xil qiyinchiliklarni tortgan o'xshaysiz.
Ümitmi aldırab birasiga yordam qildigan bola emasdi. Undaq bo'lsa bu shirkatdagi xizmatni yaxshi qadrlab, yaxshi ishlang. Boshqa qiyinchiliklar bo'lsa, meni o'zingizning ajisning o'rnini ko'rib izdisingiz. Men yordam qo'limni sunaman. Murat birga ketdimi? Ha, bosh direktor ish bajargil birga ketgandi. Hozir ish qanday yo'qdi. Bo'ldi, undaq bo'lsa, chiqib ishingizni qilsangiz. Ma'qul. Men sirtda bash va chaqirang. Ay. Hemen. Doğru. Ha. Hemen. Burasında mı? Ha. Buldu. Oldu. Bildim. Bak. Ya bu siz. Bu siz bu. Hayvan. Dada bu nima qilgansiz? Nima qilganingiz? Men seni necha vaqtdan beri o'z o'g'limdek ko'rib, shuncha e'tiborli qizimni sana topshirsam, acaba men qaytgan javobim o'sha bo'ldimi? Dada meni tushuntirishimni anglab beqing. Og'zingni yum. Dada meni tushuntirishimni anglab beqing. Og'zingni yum. Meni dada degizma. To'liq ko'zim set ko'rinmay. Derhal meyneçilik sorunu çıkıştı. İşler siz o'ylagandek emas, dada. Nima o'ylagandek emas? Men sana deb qo'yay. Bundan keyin şirkatdan bir pul olmada xomxiyat qilma. Nima? Men shuncha yildan beri shirkat uchun oz jafo tortdimmi? Emdilikda bir tiyinga arzimgidek odam bo'lib qoldimmi? Nima? Sen men gap yondiryapsan Sadiqa? Ajba xatomi? Meni to'liq gap yondirma. Men sana deb qo'yay. Bundan keyin ko'zimga ko'rinib cho'ma. Ajba mening deganlarim xatomi? Siz bo'lsangiz uydan sirtqa chiqmay joyning huzurini sursiz. Umid bo'lsa ko'chadagi bekatlar bilan kun o'tkazishdan boshqa bilmaydi, uyan tomosha bilan. Orzuchi, u uyda yeb ichishdan boshqa bilmaydi. Qaysioni rahatga yurishdan men nima? Acaba o'zingning bu kunga qanday erishib qolganingni unutib qoldingmi? Sana deb qo'yay. Men sana qanday beradigan ekanman, shunda qaytirib berishni men bilaman. Ma'qul. Qo'lingizdan kelganini qiling. Qani ko'rmas. Kimdan kim tortib oldi ekan? Ağzını yum. Bugünden başla. Gözümü görüntü çoğma. Voy keldim bu bunda köygüm gel. Ya çoğunu bulunqanmağında köyün keldi, seni oxumamdım ben. Voy unda emas bulanma. Bo'pti, chaqchaqnimi qo'yib, gapni udullam qilay. Anlasam shirkatga yangidan ishga tushgan bir qiz olar ekan-ku. Mayranimsan? Ha. Biram narsadan bormi? Yo'q, do'stim xolos. Sen odatdagi bir do'stingni shirkatga kelib ishga o'rlashtirdigan umidman. Men seni bilmamdim. Voy, acha shu yo'l uchrab qolgan. Yezning kaptiga xizmat topolmay. Shu yordam qildi? Sen desam ukam. Men o qiz bilan paranglashib ko'rdim. Qarasam, xeyli yaxshi qiz ekan.
Özümü xeyli qiyinchiliklarni tatqan qız ol-ki. Mayli do'sting olsun, mayli loyiqing olsun, mayli boshqa munosabating bo'lsin. Menimcha o'g'anda astoydil aralashib ko'rib baqqan. Nədiki yoxlanışına qarşı ekansan? Agar chiqishib qolsanglar, to'yinglarni qilib qo'ysak, dadamga xotirjam bo'ldi, menga xotirjam bo'laman. Atdan kechki seni ansirab yurishimizning hech qanday o'rni yo'q. To'y? Yana shu to'yni gapimi? Voy, bo'ldi qilaversan, hal qilaman o to'yning ishlarini. Sen hal qila olgan bo'lsang, men seni bu yerga chaqirib o'ltamaydim. To'yingni qilib qo'ysak, dadamga xotirjam bo'ldi. Men atdan kechki seni g'imingni yeb yurmayman-da. Ha, ma'qul, acha bo'ldi. Xeyli bağı o'ta qo'yishlarga. Sen bu kichik bola emas, Umid. Gaplarimni yaxshiroq o'ylash baq. Ha, ma'qul. Boshqa ishlar yo'qmi? Yo'q. Ha, bo'ldi, men qaytdim, boshqa ishlar bormi? Men qilgan gap quloq tutulsa ma'qulmi? Yo'lda avaylabman, ha? Ha, ma'qul. Ma'qulga javob yo'q deb senga ma'qul deyishni bilsa. Yaxshi narsalarning ismini olsang, birdan uchib kelsa degan narsan. Boshqa vaqt soyog'im ko'ngil olmaydi. Har vaqt bog' olmasin yaningda. Yo'qlan gapdan qildi ekansan sen. Chiroyli qizim buni sevib sevib ekaningga. Ismini deb hamamsa, tanishib qolaylik. Ismim Mayra. Mening qiz do'stim. Bo'pti, do'stim bilan yaxshi tanishib qoldik. Mayra yaxshimisiz? Sizlar do'stimni hurmat uchun birini ko'taraylik. Elan. Men ichamayman, hech baxman. Voy, Elan. Shunga hech nima bo'lmaydi, birinchi kanga. Hech baxman ichamayman. Voy, Elan, hech nima bo'lmaydi. Shu men hech baxmanman. Mayra, hurmatimni tunaman. Shu men ichamayman, unda so'laversiz. Olay, hurmatim qaniki. Icha. Asli mushunaqdim-da. O'ldir. Kesam beri. Jack. Sapırlık yaxshi qilmaman mumkin. Oldin qadamni 40 yil o'qishmaydi. Shunisi izlayveramiz.